Assalamu alaikum hörmətli görürmənlər. Şərq Türkistan avazının gündəlik xəbərlərini görüşünüzlə qarşı alırıq. Xitay Şərq Türkistanda 2021 illik İDV təşviqat xidmətini küçəytdi. Angliyadakı Yahudi cəmiyyətinin 27 yanvar çoğun qırğınçılıq xatır günüdə Uyğurlarga mərkəzləşdirilganlığı bildirildi. Amerikada yeni hökumət vəzifəyə çıxışı bilan Xitayning uruş aeroplanları oda 2 gün içində 28 qatim Tayvan hava boşluğuna kirgan. Amerikada tunji qatim musulmon ayol bosh taftish bo'ldi. Tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizin təfsili məzmunları bolsun. On 9 yanvar Amerikanın sabiq tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizib atgan zulmlarni irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb e'lon qilgandan keyin G'arb matbuotlari buni Trump hukumatining Xitoyga bergan eng oxirgi ajallik zarbasi deb atadi. Xitoy Kompartiyasi bundan intayin bearam bo'lib 20 yanvar kuni sobiq Trump hukumatining Pompeo boshliq 28 nafar xodimiga jazo e'lon qilib qolmay, 20 yanvardan boshlab yana Xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonotlarida va Xitoyning zuoni bo'lgan yer shar vaqt gezi qatorliq har xil tashviqot qurollarida Mike Pompeoga qarshi hujumlarni tez surat ko'paytirishga boshlagan. Xitoy Kompartiyasi tashviqot organlarini jiddiy yig'inga chaqirib, Sharq Turkistonda o'zlarining 2021 yillik EDV tashviqot xizmatini o'rlashtirgan. 24 yanvar atalmış Şinjan gezisining xabar qilishicha, atalmış Uyg'ur Abnum rayonlik tashviqot bo'limi rayondagi har darajalik tashviqot organlarini yig'inga chaqirib, bu yillik EDV tashviqot xizmatining Xi Jinpingning Şinjanni boshqarish to'g'risidagi bosh nishonni amalga oshirish uchun kuchli EDV kafolat bilan ta'minlashni, atalmış tematik tashviqotni gavdalantirib, Şinjan madaniyat o'zlashtirish qurilishini cho'nqirlashtirish, Junxo millat o'rtaq ideyasini turg'izish, Şinjanning ko'p taraflamalik obrazini namoyon qilishni talab qilgan. Xitoy hukumati o'zlari tillab puxadan chiqolmay Uyg'urlarni Mike Pompeoni tillashga salgan. Atalmış Uyg'ur Abnum rayonlik intizom tekshirish komiteti partiya yachekisining muavin katibi, intizom tekshirish komitetining katibi Hamdullaning Mike Pompeoga qarshi maqolasi buning bir misoli hisoblandi. Altay xabarlar to'rining 25 yanvardagi uchurlarga asoslanganda Hamdulla abla Tangritog' to'rida atalmış Şinjanning muqim gullangan taraqqiyot amaliyotini qaralash unda oson emas. Pompeoning qabih plani mag'lub bo'ldi nomli bir maqola e'lon qilgan. Kuzatuvchilarning ta'kidlashicha, bu yig'in Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik, insoniyatga qarshi jinoyat epag'anligini inkor qilayotgan Xitoyning Amerikaga qarshi tashviqotni texnik kuchaytirganligidan derak berdi ekan. Halbuki Uyg'ur kishilik huquq tashkilotlari Xitoyning Şinjan madaniyat o'zlashtirish qurilishi, atalmış Junxo millati o'rtaq ideyasining Uyg'ur madaniyat qirg'inchiligiga ul sog'anligini ta'kidlab kelgan. Angliyadagi Yahudi jamoat rahbarlarining 27 yanvar Yahudi cho'ng qirg'inchilik xatir kunida Uyg'ur masalasiga markazlashadiganligi, Uyg'urlar uchrayotgan zulmni tanqidlaydiganligi bildirildi. Dunyoning har qaysi joylaridagi Yahudilar 27 yanvar kuni faoliyat o'tkazib, natsistlarning 2 dunyo urushida Yahudilarga epag'an cho'ng qirg'inchilikni xotirlaydi. Angliyadagi muhofizachi gezisining xabar qilishicha, Angliyadagi Yahudi jamoatining rahbarlari bu yilgi cho'ng qirg'inchilik xatir kunining Uyg'urlar uchrayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat zulmiga markazlashadiganligini bildirgan. Xabarda Yahudi jamoat rahbarlarining Yahudilar Uyg'urlar uchrayotgan zulmga qarshi so'zlashga haqliq va ularning axloqiy majburiyati bor deb ko'rsatganligini. Reni Kassi nomli Yahudi kishilik huquq tashkilotining ijroiya direktori Mia Hasin-Soskerus cho'ng qirg'inchilik xatiri kunida diqqatni zulmga uchrayotgan boshqa xalqlarga markazlashtirishning Yahudilar uchun muhimligini bildirgan. Angliyadagi Yahudi diniy konservativlar yig'inining yuqori darajalik diniy ulimosi Jonathan Wittenberg Yahudi xalqining jismoniy ziyonkashligining nima ekanligini bilganligini, boshqa xalqlarga qarata ularning kimlik sababli jinoyat sodir qilinsa, uning sukut qilishni axloqiy jihatdan tushuntirgili bo'lmaydiganligini bildirib, Angliyadagi Yahudi jamoatining Uyg'urlarni qo'g'dash uchun harakat qilish to'g'risidagi chaqiriqlarni qo'llaydiganligini, Angliyadagi Yahudi jamoatining Uyg'urlar masalasida nihoyat aktiv bo'lib, ularning Xitoyga kuchli tadbir qo'llanishini talab qilib kelganligini ta'kidlagan. Xitoy Xalq Ozodlik armiyasi 23 yanvar Tayvanni qalaymuqallashtirish uchun 13 urush aeroplanlari Tayvan havo boshlig'iga kirgan. Amerika Davlat ishlar mahkamasi darhol bayonot e'lon qilib, Xitoyni Tayvanga qaratgan harbiy besimni to'xtatib, Tayvan bilan suhbatlashishga chaqirgan. 24 yanvar kuni Xalq Ozodlik armiyasi yana Amerikani sinash maqsadida Tayvanga xiris qilib, 15 harbiy aeroplan avatgan. Amerika Hind-Tinch okean qo'mondonlik shtabi 23 yanvar kuni Theodore Roosevelt nomli paraxod zarba berish korpusining Janubiy dengizda doimlik vazifa o'rindash uchun Janubiy dengizga kirib, to'salg'usiz harakat qilishga kafolat qiladiganligini e'lon qilgan. Bu voqea Biden hukumati 20 yanvar vazifa topshirib 3-kunida yuz bergan. Reuters agentligining xabar qilishicha, Amerika tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Ned Price 23 yanvar bayonot e'lon qilib, Xitoyni Tayvanga tahdid solishni to'xtatishga chaqirib, Xitoyni Tayvanga harbiy, diplomatik, iqtisodiy besim ishlatishni to'xtatib, Tayvanning demokratik yo'llar bilan saylangan vakillari bilan haqiqiy suhbat o'tkazishga chaqirgan.
Amerikaning Tayvanning yetarli darajada o'zini qo'g'dash iqtidoriga erishishiga davomli yordam qiladiganligini ta'kidlagan. U Bayden hukumatining vazifaga o'tirgandan buyon tunji qatim Tayvan masalasidagi maydonini oshkor o'tirib qo'yishi bo'lib, Amerika tashqi ishlar ministrligi Amerikaning Tayvanga bergan va'dasining toshdek mustahkam ekanligini, Tayvan bo'g'ozi va rayonning tinchligi va muqimligini qo'g'dashga to'p qo'shadiganligini, Amerikaning Tayvandagi kishilarning umidi va manfaatini qondirish uchun davlat olqagan masalalarning tinch hal qilinishini davomli qo'llaydiganligini, Amerika Xitoy uch axboroti, Tayvan munosabati qonuniy va 6 turli kafolatda o'tirib qo'yilgan uzun muddatlik va'daga amal qiladiganligini ta'kidlagan. Xabarda ta'kidlanishicha, Theodor Roosevelt nomli aviamatkining Tayvan bo'g'ozi orqali Janubiy dengizga kirishi Xitoyning Tayvan havo bo'shlig'iga usib kirishi bilan munosabatlik yoki emasligi aniq bo'lmasa-mu, ammo uning prezident Bayden vazifa topshirib olib, orqadan Tayvan bo'g'ozidan o'tishi Xitoyga berilgan kuchli bir signal ekan. Pakistonda tug'ilgan 52 yoshli musulmon ayol Saima Mohsin Michigan shtatining sharqiy rayonining muavin bosh taftishi bo'lib saylangan. U Amerika Qo'shma Shtatlarida tunji qatim bir ko'chmanning muvaqqat federatsiya bosh taftish vakili sifatida vazifaga tayinlanishi. Shuning bilan u Amerika davlatidagi mazkur vazifaga tayinlangan tunji musulmon ayol sifatida tarix sahifasidan o'rin olgan. 1 fevraldan boshlab vazifaga o'tashga boshlaydigan Mohsinning bu vazifaga tayinlanganligidan o'zini to'liq sharafli his qildiganligini, qonunni sadoqat bilan ijro qilish hamma uchun adolat izlashdagi asosiy burchini ado qiladiganligini bildirgan. Saima Mohsin 2002 yildan buyon New Jersey va New York shtatlarida muavin bosh taftishlik vazifalarini o'z ichiga olgan adliya sohasida xizmat qilganligi. 2018 yil martdan buyon Michigan shtatlik federatsiya bosh taftish mahkamasida bosh taftish yordamchisi sifatida xizmat qilgan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.